Uchxonaga Yunusobod 19-kvartalda arzonga 2 xona uy chiqqan, 6-qavat, 60 kvadrat, 2 xona, 3 xona qilingan. Atrofi zo'r joy. 257 yana nechidir ikkita maktab, Mamutani Vosiq International maktabi, Karzinka bir qadam. Metroga 3 ostanovka, Petshokgacha. Endi sizlarga ichlarini ko'rsataman. Tayyor remontlar bilan ipoteka ham qilsa bo'lar ekan, yuringlar. 6-qavatga chiqdik, mana kiruvishlari ham katta keng. Endi bu yoqda bir chekkadan tushuntiraman. Mana bu yoq hojatxona, santexnikalar hammasi qilingan. Mana bu yog'imiz vanda, mana santexnikalar hammasi bitta kafe qilib yuborsa bo'l. Qolgan joylarning remonti bor. Mana oshxona ham katta keng. Nima stroyniy mebel, mana bitta elektroplita bu yerda, elektroplita qoladi, romlar almashgan. Bemalol stol-stullarni qo'ysanglar bo'ladi, kirib yashashga ham yaxshi, ijara qo'yishga ham zo'r variant. Mana bu yog'imiz mana zal. Zal ham katta keng zal, ko'rib turganinglardek, mana yorug' keng. 3 xona qilingan deganim, mana haliginga o'xshagan xonani mana buni to'sibdi, detskiga qo'yishgan, mana ichkarini ko'rsating. Yoni spalniya qilib yuborishgan mana. Spalniya ham katta keng chiqqan. Xullas 60 kvadratli uyimiz, 6-qavat, 2 xona, 3 xona qilingan, tayyor remontlari bilan yorug' keng shinam. Narxi 54.500, kelishtiriladigan joyi bor. Bir 400 milliongacha ipoteka ham qilsanglar bo'ladi. Pastda egalar nomeriga aloqa chiqaringlar, tamom sog' bo'linglar.